Okeylar. 3 ta Gentra'ning puli. Mana shu mashina 3 ta qora Gentra. Men katta bo'laman deydi-yu. Gentra minadiganlar, katta bo'laman deganlar. 3 ta Gentra beradi mana shu mashinaning puliga. Lekin bu ishlaganda bor-ku. Bir nechta Gentra olib beradigan ekan. Pul topar mashina. Buni bilaqtonligini qarang. Lotka. Kechagina buni dahshatlab yurgandim. Yomg'ir yog'di-da. Mayli, Allohning inoyati. Qarang, buni go'zalligini qarang. Ketdi mana. Suv bunda sochmaydi Gentra'dagi bu, sochmaydi. O'zida mana bu yerda alohida porsunka bor. Yondagilarga sachratmaydi bu. Joyida uradi, joyiga sepadi. Mana qarang. Qala, mana bu shlanka orqali mana bu yerda teshikchasi bor. Bitta like bosib qo'ying. Pachka 25. 25 mashinamiz. Kraskasi toza, baland termos, muzga nima deydi, qarang. Voy kashmari. Kovri solinmagan. Nima deydi bu? Like bosamiz, like. Bazılarga bu reklamam yoqmaydi. Ba'zilarga yoqadi. Shu reklamani ko'rib keldik deyishadi ko'pchilik. Maqsad bunaqa mashina olishdan. Bu yuk avtomobil. Avtomobili kayfini olish bunda. Birato'la. Buni puliga Hovo olaman, Samasval olaman deydi. Isuzu'ni kattasidan deydi. Yo'q, o'rtoqlar. Bu Kia Sorento plus 3.5 tonna yuk oladigan yuk avtomobil. Tezlik bo'yicha Onyx Tracker bilan solishadi. Malibu Premier bilan tengma-teng deyarli yuradi. Qarang, idealniy, mashina просто idealniy. 637 Probek, Cruise Control, paket. Bakovochalari, yopiluvchan, suvchan, sidenasiydi, soviydi.